ishlar natijasida Sariosiyo tumanidagi sport maktabi faoliyati ham rivojlanib bormoqda. Muxbirimiz lavhasi shu xususida. Ayni paytda Sariosiyo tuman sport maktabida futbol, voleybol, kurash, boks, yengil atletika, taekvondo va boshqa bir qator sport turlari bo'yicha muntazam mashg'ulotlar tashkil etilgan. Mashg'ulotlarga esa tajribali murabbiylar jalb qilinib, yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligi va mahoratlarini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Yil davomida sport maktabi tarbiyalanuvchilari tuman, viloyat hamda respublika miqyosida o'tkazilgan musobaqalarda faol ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Xususan, bir qator yosh sportchilar chempion va sovrindor sifatida e'tirof etildi. Bu esa maktabda olib borilayotgan tizimli ishlarning amaliy samarasidir. Sariosiyo tuman sport maktabida 2878 nafar sportchi o'quvchilarimiz bor. 2025-yil biz uchun juda ham omadli yil keldi. Ko'p sportchilarimiz respublika va Osiyo jahon arenalariga qatnashib, faxrli o'rinlarni olib keldi. Para sportdan birinchi marta Surxondaryo tarixiga bizning parachilarimiz keldi. Bu bilan to'xtab qolmaymiz. Sport maktabimizda 24 ta sport turidan mashg'ulotlar doim tizimli yo'lga qo'yilgan. Biz reyting ko'rsatishlarga sariq hududda edik. Hozir yashilga ko'tarildik. Bu viloyatda 7-o'rinni band qilib turibmiz. Bu yaxshi natija. Shuningdek, yoshlar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish maqsadida turli sport tadbirlari, ochiq mashg'ulotlar va ko'rgazmali chiqishlar tashkil etildi. Bu tadbirlar orqali bolalar va o'smirlarni sportga keng jalb etish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga erishildi. Sariosiyo tuman sport maktabiga 3 yildan beri futbol to'garagi faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirgi kunda ko'plab shogirdlarimiz O'zbekistonning nufuzli akademiyalarida shug'ullanib kelishmoqda. 12 ta respublika chempionimiz bor. 2025-yil bo'lib o'tgan terma jamoalar ligasiga faxrli ikkinchi o'rinni egalladi viloyat bosqichida. Shundan keyin bizdan chiqqan o'yinchilar transfer qilindi. Surxon akademiyaga, Odil juniorga, Paxtakor akademiyalariga 2013, 11, 15, 16-yil bolalarimiz transfer qilib ketildi. O'shanda ikkita shogirdimiz eng yaxshi transfer bo'ldi, yil transferi. Material texnik bazani mustahkamlash yo'nalishida ham muayyan ishlar amalga oshirilib, sport inventarlari yangilandi. Mashg'ulotlar uchun zarur shart-sharoitlar yaxshilandi. Bu esa sportchilarning yuqori natijalarga erishishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Qisqa qilib aytganda, sport maktabida 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar sog'lom turmush tarzini yaxshilashga ham xizmat qildi.